Assalomu alaykum. 4 soat oldin video qo'ygandim. Musiqalar bilan chiroyli qilib qo'ygandim. Mana shu mollar haqida edi. Ertalabki soat 6 da qaralish jarayonlari edi. Mana shu mollar edi. Xo'p, aravani yuvganimiz mana bu yerda asli nasos ishlaydi. Ertalab svet yo'qligi uchun. Taqirda mana bundan foydalanib, bunda suv bor. Hop. Yuvgandik. Ana endi juda ham qorong'i edi ertalab, mana endi bemalol. Shoshilmanglar, o'tkazib yuborgani kichkina deyishlar ham mumkin. Bu 14-avgust kuni olingan bu mollar 17 million so'mdan. Xo'p, orqalarini ko'ringlar. Xudo xolasa mollar yaxshi ketyapti. Bunimiz kelganda og'rigandi. Hozir tuzalib, hammasidan bo'yi o'sib ketdi, lekin hali bulardaqa bergan yo'q. Mana bular semirganini ko'ring. Juda ham bir ajoyib tarzda. Mana go'nglari mana bu yerga tushadi. Mana bu yerdan olib chiqiladi tashqariga. Yiqsam, mol katta ko'rinar ekan. Mana bunday haqiqiy ko'kragim oldidan. Nima qiladigan bo'lsam, oladigan bo'lsam, mollar bor. Jasadi ko'rinadi. 17 million so'mdan 14-avgust kuni 13-avgust kuni borib savdolashganmiz. 14-avgust kuni tong o'tmasdan soat 2 da kelib tushgan mollar. Mana ketlar.